Cihan neç pul bo'lyapti savdosi? 14,5. 14,5. 15 bo'lsa oldi ya. Nechiga yoshga to'lganmi? Aka neç pul bo'lyapti savdosi bularda? Neç pul aka masalan? 14,5. Bo'ldi aka tushiraman. Aka neç pul qoldimi savdosi? Neç pul so'rayapti? 95, 9,5. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun 28-sentyabr, hafta kuni yakshanba 2025-yil. Biz Surxondaryo viloyati Qizilajahon bozoridamiz. Qanalar, g'unajinlar narxlarini desamga qilyapmiz. Xato kamchilik bo'lsa so'raymiz, diqqatga davom eting. Like, kommentariy va aktiv bo'lib turinglar. Aka nech bo'lib qoldi bular savdosi? Ushab turibsiz-ku, narxini aytaver, molni o'zi olinyapti. Mana shunday do'stlar, 5 qo'l barobar emas, narxini ushab turibdi, aytmaydi mana. Aka nech pul so'rayapsiz? 10 million so'rayapti. Qiyin emas-ku aka narxini aytaverish. 10 million so'm so'rayapti mana. Aka nech pul qoldi savdosi? 9 million 600. Assalomu alaykum. Qaysini so'rayapsiz aka? Nech pulga? 86. 8 million 600. 8 million 600. Aka nech pul qoldi bu? Ha? Nech pul qoldi? 8,5. 8 million 600 so'rayotgan ekan. 8 million. Savdo bo'lyapti. Aka nech pul qoldi bu? Ha? 8 million 600. 2,5 u qoldi. So'rang, avsul bo'lgan ekan, avsul ko'padi. Aka nech pul qoldi bu? 9,5. Molni o'zi olinyapti. Molni oldi. Aka nech pul qoldi bu? 10,5. Baba nech pul qoldi bular? Bunisi-chi? 97. Aka nech pul bo'lyapti? Savdosi nech pul so'rayapti? 11,5 dan quyuq-suyuq so'rayapti. 12,200. Nech pul qoldi aka bu? 11 million 200. Aka nech pul so'rayapti? Nech pul savdosi qoldi? 11,5 bo'lyapti savdosi. 11,5. Necha yoshga to'lganmi? Yoshga to'lgan. Yoshga to'lgan. Qochmaganmi? Do'stlar, bozor avjida mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka nech pul qoldi? 8 million so'm bo'lsa beraman deb qoladi. 8 million bo'lsa berasiz. Nech pul savdosi bo'lyapti? 9 so'rab berman. 7 million 900 ga berilmayapti. Aka nech pul qoldi bu? 9,5. Yoshiga to'lganmi? Yoshiga to'lgan. Aka nech pul qoldi hali sigir? Qana, g'unajin. 85 bo'ldi aka. 85. Bizda 63 bo'lib qoldi. 6 million 300. Necha oylik? 8 oylik bor. 8 oylik, ha? Joyda. Joyda. Aka nech pul qoldi bu? Buzoqcha. Bu 60 Qurg'oqcha. 6 million 700. Necha oylik aka bu? Bu 5 oylik. 5 oylik. Ko'p bora nasrlik buzoq. Aka nech pul qoldi? Nech pul so'rayapsiz? Uzr, savdolaringiz bo'ldi. Nimaga nech pul bo'lsa olyapsiz aka? Hay. Oldi 8 ga berma. Ha. Endi az 6 so'raymiz, nech so'rasa so'raymiz deb turibmiz, buyoqlar dorishi. Kameradan qo'rqadigan odamlar ham bor do'stlar. Aka nech pul qoldi savdosi? 9 qoldi. 9 million so'm. Necha oylik aka? Yoshiga to'lmagani? To'lganmi yoshiga? Yoshiga to'libdi, 9 million savdosi bo'lyapti.
Qizil Qimol bozori chiqmaganmi? Ha, Qiziljo'xon g'unajinlar narxlari desangiz. Aka nech bo'lib qoldi? Siz kimsiz egasi bo'lmay? Aytavering narxini aka. Nech bo'lib qoldi aka? Ha shunday odamlar 7 million bo'lib qoldi, 7 million so'm. Bu odamlar bir yaxshi ko'rsatib qo'yaylik. Nech bo'lib qoldi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Nech bo'lib qoldi? 6,5? 6 million so'rayapti aka. 6 million so'rayapti. Necha oylik aka? 4 oylik. 4 oylik. Aka nech bo'lib qoldi savdosi? 7 million so'm? 7 million. Aka nech pul bo'lyapti bular savdosi? 54 dan aka. 5 million 400. Necha oylik aka bular? 5 oylik. 5 oylik uzoqchalar. 5 million 400 savdosi bo'lyapti. Aka nech bo'lib qoldi savdosi? Nimaga? Sarxon savdo YouTube kanali. Musulmonchilik Ibragim. Aka nech bo'lib qoldi bu? 1,5 bir joyga. Necha oylik bular? Necha oylik? Savdosi nechi bo'ldi? Aka nech bilan bo'lib qoldi bular? 8 milliondan quyuq suyuqmi? Bunisi 78 bo'ldi. 78. Ha, 75lik ham bor, ola, gallat. 7,5. Rossiyalik odamlarga gallati bor. Yo'q. Dollarga jo'natsa beraveramiz. 7,5 bo'lyapti. Aka nech pul bo'lyapti bu? 75 so'rayapti. 75. 7,5. 8 bo'lsa oldi. 8 million baho qo'yilyapti. Ha, Rossiyalik mashasi. Qachon? Shuhrat aka, bozorchi. Yo'q, toza. Toza. Shuhrat aka, top-toza bo'ladi. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi? 72 bo'lyapti, 74 beryapti. Yaxshilab savdosiga aralashib. Shuhrat aka, 200 mingga qarab, o'rtasidan bo'ldi. Men bozorchiman. Yer ko'ryapti. Ey Shuhrat aka. Ey, yer 200 ko'ryapti. aytilyapti. 7 million 200 so'rayapti. 7 million 400 Menga so'rayapti. qolib Yuzini o'ngga qo'ying. Shuhrat aka. Bering. Qo'ldan ayrilasiz hozir, ey. Cheggan bor, cheggan bor, cheggan. Yo'q, toza. Toza. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bor baraka. Bor baraka deng. Bo'ldi 72 top. Toza. Ey, 100 mingga qo'yamanga. Har kishi puldan aytdi aka. Masalan, 200 ming qo'l topilmaydi. Ey, sushtaga bozorchiman deganingizga qo'ydim. Mana olmuş 5 so'rab turibdi. Akani o'zi aqllab qoldi so'zlab borga. Ko'pda qidir bor. Halol bo'lyapti aka. 100 ming 200 mingga hech kimni qorin to'ymaydi. Hech kimni qorin to'ymaydi. Bunday odamlarga xayr o'zi olsin. Xayr barakasi ham bor. Xayr o'zi baraka topadi. Yo'q. Baraka topasiz. Harakat akasiz jim turing aka men bilib turibman yiqongiz ber bilib turibman aka lekin ayollarga topadi 7 million 200 savdo so'rayapti. yo'q tanimayman men 74 yo'q tanimayman yo'q tanimayman o'rtasidan bo'ldi. Shuhrat aka. men yerda pulni marka sanaydi hamma pulni 74 bitta shuni ketib beradi barakasini bersin chaznoniga bering molni chaznoniga baraka topasiz baraka topasiz molni chaznoniga naqon baraka topasiz Berolasmi? ishlanganim yo'q siz Berolasmi? kindikni birov kesgan aka o'zingiz kesmagan Yo'q, berolasmi yo'q. kim kesgan bo'lsa kes baraka xizmat kesgan odam Ekamizdan bozorda odam. Deydi aka. Shuncha bozorda odam. Bo'ldi. Men 200 ming. Ya oxirgi savdom pishgan. O'rtasida shu uchun bo'lyapman. Top-toza bo'ldi Shuhrat aka. Bor aka. Bor. Shunday birisi qara, to'zada. molni ko'rsatib bersiz aka Boshqa unday savdo yo'q aka. Unday savdo yo'q. mana qarang turibdi-ku
demek. Yani bana takıya kula veraman degan ekan, menga ham beraman degan. Yo, oy ma'lum. Sizga berdim, siz olmayapsiz. Akajon, bor. İşte vallahi. Ey, yana qayerda sotuvchi bo'lsa, davlat pishirdim. Siz ham pishirdik. Senga ham Assalomu alaykum. bitta shu bozorda Tayiga qoldiraverasiz. Do'stlar, mana shuni Meni tayiga bilan qoldiraverasiz. Sizni beradi degan maqsadga 2 bo'ldim aka. Akajon, 2 bo'ldimmi? 2 bo'ldimmi yo'q? Lekin 2 bo'lib berdi aka, beringa kelishtirib. mayli, bo'ldingiz aka. Rahmat. Bir nechta ekan. Shurada aka. Chiroyli qilib qo'ydim aka. Chiroyli qo'yma, chiroyli qilib olborasiz. Burxon sog'liq Mayli. Aka, bozorga yuribman. Bunday narsam bor-da. Narsa siz echki sotayotganingiz yo'q. Ulamo sotyapti, to'g'ri aytyapti. Shu 200 ming. bering, berib yuboring aka. Nimaga? Voy, jup qiling. Jup, jup. O'zingizga o'zingiz gapirdingiz. Jup qilasiz. Jup qilasiz. Shurada. Bo'ldi, baraka qiling, bo'ldi. Hayda. Hech pulga baraka bo'ldi. 10 mingga 74. 74 ga baraka bo'ldi mana do'stlar. 10 ming ekan. 7 million 400 ga. Yo'q, aka pulsana. Mana beramiz. 73. 73 qancha? Hozir 73. 7 million 300. Qanday kanal bu? Qaysini aka? 8 million 200. Nech pul olyapsiz? 8 million, 100 ming chiqyapti aka. 8,5 dan chiqmaydi. Demadi. Emas aka. Hali 400 ming bor ekan, 400. Aka nech pul qoldi bu? 9 million so'm savdosi bo'lyapti mana. Qancha so'radi? 9 nech pul so'ldiyapsiz? 9,5 so'radi. Kichkinanichi? Qancha so'radi? Nech pul qoldi aka bu? 6 million. Necha oylik aka bu? Ha? Necha oylik? 5 oylik. Qani? Nech pul qoldi aka? Nech pul so'rayapti? 8,5 bo'ldi baba. 8,5 savdosi bo'lyapti. Ben 500 ga. Tushing bu yoqda ham, orqa. Mana do'stlar 14 million 500 ga baraka oldi. Ketdi. 14 million 500 ming so'm bo'ldi. Ikkalasi. O'tkazib yuboring. Pul sana berishyapti. Yarimga oldi do'stlar mana shu. 6,5 million. 6,5 ga. Sotganga ham olganga ham baraka bersin Alloh taolo.